Norma.uz saytining 8-noyabrdan boshlab korrupsiyaga bolta uradigan buyruq to'g'risidagi xabari mazmunini uni chiqargan idoraning o'zidan bilish uchun Adliya vazirligiga qo'ng'iroq qildik. O'zi shunaqa buyruq bor-a, chiqdi? Ha, vazirimiz buyruqlar chiqqan. Vazirlik xodimi buyruq mavjudligini tasdiqlashdan nariga o'tmadi. Norma.uzga ko'ra 8-noyabrdan boshlab davlat hokimiyati va boshqaruvi tizimida korrupsiya alomatlari va boshqa huquqbuzarliklar uchun sharoit yaratadigan me'yorlarni me'yoriy huquqiy hujjatlarga kiritish taqiqlanadi. Shu kungacha mumkin edimi? Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari faoliyatini cheklovchi hamda ularni asossiz sarf xarajat qilishiga olib keluvchi ortiqcha ma'muriy va boshqa cheklovlarni joriy etuvchi me'yorlarni ham huquqiy hujjatlarga kiritishni Adliya vaziri o'z buyrug'i bilan taqiqlab qo'ydi. Shu kungacha mumkin edimi? Qavslar ichidagi savollarimiz o'zimizga tan. Vazirning buyrug'i mazmuni bilan o'zbekistonlik 2 tadbirkorni tanishtirdik va ulardan bunday buyruqning dolzarbligi to'g'risida so'radik. Aholiga xizmat ko'rsatish sohasida ishlayotgan va o'zini Shermuhammad deb tanishtirgan tadbirkorning fikricha, bundan bir necha yil oldin tadbirkorning ahvoliga maymunlar yig'lardi. 2005-yillarni nazarga oladigan bo'lsak, bitta sohani tartibga oladigan 40 dan ortiq standart, faqat standart. Bu hali buyruq, qonun emas, standart normalari, 40 dan ortiq standart normalari tartibga solar edi. Tasavvur qiling, bitta mahsulot ishlab chiqaryapsiz, bitta mahsulotingiz 40 dan ortiq standart qoidalariga to'g'ri kelishi kerak. Bu faoliyatingiz emas, mahsulotingizni o'zi. Bu bir necha yil oldingi holat. Hozirchi shu kunda bir necha yil oldin. Endi shu kunlarda litsenziyalash yoki guvohnoma olish, ruxsat olish kabi tartiblar yo soddalashtirilyapti yoki bekor qilinyapti. Agar o'zini Shermuhammad deb tanishtirgan tadbirkorning gapini shu o'rinda uzib qo'ysak, O'zbekistonda tadbirkor uchun omon zamon bo'pti degan fikr paydo bo'lishi mumkin. Lekin bunday fikrga kelishga Shermuhammadning mana bu gapi imkon bermaydi. O'zbekiston sharoitida men sizga 100% kafolati bilan ayta olaman. Pora bermasdan turib ishlagan emas, ish boshlagan odam bo'lmasa kerak. Endi ishlashgacha bormaymiz, ish boshlagan deymiz xolos. Endi ishlashni keyin o'zingiz tasavvur qilib olavering. Deydi aholiga xizmat ko'rsatish sohasida ishlayotgan tadbirkor. Ishlash jarayonida ham tadbirkor faoliyati uzat bilan bog'liq. Bu haqda sobiq tadbirkor Mirkomil Toshkandiy tadbirkor chiqimlarining birgina ko'rinishi, soliq nazoratchilariga muntazam to'laydigan pullari to'g'risida mana bunday dedi. Men sizga oddiy bitta misol keltiraman. Masalan, Toshkent shahrida bir yaqin 4,5 mingta savdo shoxobchasi bor-da. O'sha savdo shoxobchalari o'zining soliq inspektoriga har oy $100 uzatishga majbur. Bu shart. Nima uchun? Agar shuni u qilmasa, u ishlolmaydi. Mana shunday holatda har ikkala tadbirkor ham Adliya vazirining buyrug'iga kuchli skepsis bilan yondoshdi. Masalan, Shermuhammad bunday dedi. Adliya vazirining bu buyrug'i hali osmondan tushgan tuxum emas. Yo'q joydagi bir yangilik, bir Amerika kashf qilish emas. Bu hozir endi menga juda g'alati tuyulyapti. Adliya vazirligining buyrug'iligida, Adliya vazirining buyrug'iligi. Har kuni 10 ta buyruq chiqarish mumkin. Lekin shu 10 ta bo'lsa, bir yilda 365 kun bo'lsa, 3000 tadan ortiq qonun chiqarib qo'ygan bilan uni bittasi ham amal qilmasa, bittasi ham ishlamasa foydasi yo'q. Qarasa o'sha qolaveradi. Dedi o'zbekistonlik tadbirkor.